Qanday qilib hissi bilimimizni yuqori ko'taramiz? Ya'ni menda oddiy zag'ir tilda aytsam, qanday qilib boshqalar bilan paranglashgan vaqtda boshqalarning ko'nglini tuta olamiz. Hissiyot jihatda boshqalarni bekara qoyil qila olamiz, o'zimizga moyil qila olamiz. Hamda tövandagi 3 xil usulni anglab beqinglar, chuqur sizlarga foydasi tegadi. İnsanlarning hissi bilimini, munosabat aloqasini bir daraja yuqori ko'tarishga mashta foydasi bor. Birinchisi, boshqalar bilan paranglashgan vaqtning o'zida boshqalar bor bo'lganini ko'parak so'zlar Yüzünüzde bağlarını azırak sözler. Hem nurgun adamla paranlaşkan vaktinizde mesela mendemi bah. Bazı paranlaşkan vakitte yüzüyatını bitip bilmeli. Vay mende degen ava. Ben mandak kıvatı, ben andak kıvatı. Ben hep üzümüzü danlap, üzümüz doğrusucuk sözler bitimiz. Millette başkalarıyla paranlaşkan vakitte başkalardan köperek soran. Başkalarının imiş kıvatıdı. Başkalarının yemineyim bakandak artıkçılığı var. Makta anladık. Başkalar doğrusuda bir 80%, üzümüz doğrusuda bir 20% paransılın. Hem üzümüz ikisini katli demişsiniz mi? Bulmaydı. Başkalarının degen ki başkalarının soraydı. Siz-chi, siz qanday qilyapsizlar? O'zingiz ikisini bir oddiyroq yondirib qo'yib, boshqalar ikisini ko'parak bilib oling. Ikkinchisi, boshqalar bilan tamoq chiqqanda, siz boshqalarni tamoqqa taklif qilganda, siz mehmon qiladigan vaqtning o'zida hargizmi tamoq yeb bo'lgandan keyin pul to'lashga oldirab olmang. Balki tamoq yeyotgan vaqtning oralig'ida qo'lingizni yuvib kelish yo tozlik qo'yib chiqib kirishni bahona qilib, tuyuqsizlar pulni to'lab o'tib keling. Ammo tamoq yeb pul to'laydigan voy, avam to'lab bo'lgan, bir vatgan desangiz, ma'nungda boshqalarga haqiqiy samimiyetingizni his qildira olasiz. Boshqalar haqiqiy his qildi mana uncha. Bo'lmasa hamda oxirida voy men biray deb talishib siz bergan taqdirdimi? Hamda oning selishtirganda sal nimib qoldi. Uchinchi birisi bu paranglish jarayonida boshqalarning gap so'ziga bakarak moyil bo'ling. Boshqalarning deganini ha o sizning to'g'ri. Va bo'lsa asli oshta qilsa xo'pdika. Voy, siz mashgapni baldir degan bo'lsangiz, to'g'ri o'ylabsizmi? Mashta qilsangiz chuqur bir natija chiqadi. Siz zaten bilsiz mashini. Hep başkalarının gibiga bakarak moyilligingizni, başınınkining bakarak to'g'ri ekanligini bildiring. Endi bu yerda natijani faqat kishilik munosabat bir paranglashishqo, shu yerda bir suhbat. Bu suhbatni muvaffaqiyatli olib berish uchun chuqur boshqalarni bakarak qoyil qilishingiz kerak. O'zingizning deganlik mening rost deb turibsangiz toz yaxshi bo'lmaydi. Yana undan boshqa mesela o'zingizning deganini boshqalarga bildirmoqchi bo'lsangizmi, boshqalarga moyilroq so'zlang. Qo'l misol qiladigan bir podshoning hikoyasi bor-ku, bugun oqshom bir ko'rib qilibdim deb ikki vazirga bu tushninki yeshimini desa ikkisi ikki xil javob berdi. O'xshash bir tushga o'xshash bir gapni. Biroq ikkisininki olgan natijasi birisi inom oldi, birisi kallasini oldi. Shunaqo, masalan, doktorlarmi bunday deyishga usta. Doktorlar sizni masalan operatsiya qilmoqchi bo'lsa nima deydi? Bu qitimliq operatsiya 80% chuqur qutuqliq bo'ladi, xotirjam bo'ling deydi. Hali bunday demay, bu qitimliq operatsiya 20% mag'lub bo'lishi mumkin. Sizning hayotingizga xavf keltirishi mumkin desa, qo'rqamiz, ammo 20% mag'lub bo'lishingiz mumkin deganda 80% g'alaba qilishingiz mumkin desa, sizga quloqim qo'shaq qilib baland anglam. To'g'rimi xatami? Undaqda filmga yurak bir bitib, yuqorqi 3 nuqtani qayta anglab beqinglar. Sizlarga chuqur foydasi tegadi. Rahmat.